Turmayman deyapman. Turing, qarshilik. Sizning nima haqqingiz bor mana bundan qolib ketib qolishga? Ketaman, qarshilik deganingizdan. Qarshilik demang. Hazillashmang. Hazillashmang, qo'lingizni oling, haqqingizni yo'q mana majbur. Turing dedim men sizga. Turmayman. Turing. Qonunni olib kelib qo'yib qo'yman, olib ketishga ruxsatnomani keyin turaman. Bo'ldi. Sudga borib hozir meni so'rog'im qilmoqchisizlar, o'zingizcha advokatdan boshqa sudya bilan hech kimga haqqi yo'q so'roq qilishga. Mana shu qilayotgan ishingiz uchun qattiq javob berasiz. Ishoning. Avval olib ketib oling, keyin berasiz javobini. Yirtiladi ko'mashim. Ur. Urib qo'ya qol bunaqa qolib ketgan ayol kishiga kuchi yetgan erkak bilan. Qilaman. Men qonuniy so'rayman, sendan ruxsatnomani men olib ketishga olib qilaman deyapman. Qilaman. Ruxsatnomani ko'rsatsang keyin boraman. Xohlagan narsani ko'rsat. Sudlama kerakmi sizga? Boramiz. Sudda bo'laman. Mana shu o'tiraman, hech qayerga bormayman. Kim aniqlab? Nima o'zi? Turmayman deyapman. Turing, qarshilik. Sizning nima haqqingiz bor mana bundan qolib ketib qolishga? Ketaman, qarshilik deganingizdan. Qarshilik demang. Hazillashmang, qo'lingizni oling, haqqingizni yo'q mana majbur. Turing dedim men sizga. Turmayman. Turing. Qonunni olib kelib qo'yib qo'yman, olib ketishga ruxsatnomani keyin turaman. Bo'ldi. Sudga borib hozir meni so'rog'im qilmoqchisizlar, o'zingizcha advokatdan boshqa sudya bilan hech kimga haqqi yo'q so'roq qilishga. Mana shu qilayotgan ishingiz uchun qattiq javob berasiz. Ishoning. Avval olib ketib oling, keyin